Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Linux PUBG. Previewdan ko'rib turgan bo'lsanglar 20 FPS или 45 FPS larni 120 FPS qilishni o'rgataman. Или bizga narsalar o'rgatib, bizga ma'lumot bergan bu ChatGPT bo'ladi. ChatGPTga ham o'tib yozib, sizlarning qiynagan savollarga javob topishingiz mumkin. Keyin ko'ringlar mana bu yerda 45 FPS hammasi shunaqa buzuq 20-45 FPS, endi bu 120 FPS bo'ladi hozir. Ko'ringlar, birinchi o'rinda PUBG dan chiqib, или Play Marketga kirasizlar. Play Marketga kirib, bitta narsalar bo'ldi, ishlab 120 FPS deb yozasizlar. Uzunmanda sal noto'g'ri yozib qo'ydim 2 martacha. Keyin uni skachet qilasizlar, mana turibdi. 90 FPS degani bor. Ana ulug' bir bola rasmini ko'rsatib qo'ygan. Buni skachet qilasizlar. Skachet bo'lyapti. Endi pauza olmoqchi edim. Normalniy tortib qoldi. Sal bug bo'lib qoldi. Men tortib bo'ldi. Bizda Wi-Fi tez ishlaydi-yu, reklama-yu. Ichiga kirasizlar, birinchi o'rinda ichiga kirganinglardan keyin mana bu saf metodni bosasizlar emas, yo'q bosmaysizlar. Chunki ishlamadi. Birinchisida sal videodan keyin ovoz beryapman. Ana mana bu Shizuku metod degani bor. Shuni bosasizlar ekan. Shizuku metod bosganinglardan keyin kirasizlar ichiga. Kirasizlar demani o'sha chiqib ko'rsatdim, mana unlockni bosasizlar. Unlockni bosganinglardan keyin unlock 120 FPS deb turadi. Ili ozgina turgandan keyin launch game chiqadi. Uni bosasizlar, PUBG avtomatik olib kirib ketadi. Sal bug bo'lib qoldi, ikkinchisida kiradi. Kiradi, PUBGga kirib olgandan keyin pauza, ozgina kirguncha. Hozir pauza qilamiz. Ozgina bug bo'ldi. Mana PUBGga kirdi. Ko'rishingiz mumkin o'zi ishlashidan sirliq. Keyin grafikaga o'tadigan bo'lsanglar, mana bu yerda moslashtirishga o'tasizlar. Moslashtirishni bosganinglardan keyin bu yerda ham mana slow ishlaydi. Prosta 45 FPS, 20 FPS ko'rinadi, lekin o'zi 120 FPS bo'ladi. Keyin bitta minus tomoni o'yinning ichida yoki o'yindan tashqarida nima deydi, FPS almashtirib qo'ymanglar. Mana bu yerda 170% deb turibdi. Ko'rib turibsizlar. Bu yerda 120 FPS bo'ldi-da, короче. Или zalyotinglarni ham oshirib beradi. Plus o'ynab ko'rsatib bergan bo'lardim, vaqtim yo'q, chunki o'zingizlar bilasizlar, yosh bola bo'lib turib. Mana hozir o'zgartirib ko'rsataman. Mana уже yana 45 FPS ga qaytdi. Shunaqa bo'lib, boshinglarni og'ritmasdan undan ko'ra bitta qilib o'zgartirmanglar. Ili reklama yana ChatGPTga o'tib yozinglar, sizlarning qiynagan savollarga javob beradi. Hammaga rahmat.